Assalomu alaykum hammaga. Mana yemlarimiz 400 kilolik mollarga 2 kiloyu 400 gram yem va ichida bunaqa raps degan narsasi bor 300 gramdan. Bironaki. Shu ikki mahal yem yeydi. Silos yo'q. 20 ta mol bor. Ko'rishingiz mumkin. 20 ta molga shu hammasi 2 kilo 400 dan yeydi va 300 gram raps mahsuloti bor. Keyin shu 20 ta molga bir mahaliga bir dona somon, bir piris. Shunaqa qilib berib ketaveramiz. Keyin ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Shunaqa qilib tayyorlab qo'yamiz tortib paqirga, 20 ta paqirga. Shu ustidagi ko'rinib turgan qora narsa bir raps, ichidagi yem. Yemni o'zi mana.